Savol. Assalomu alaykum ustoz. Boshqa davlatdan bir qarindishimiz iftorda va suhurda qilinadigan Uyg'urcha duoni talab qilyotidi deb bergan bo'lsalar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Javob. Va alaykum assalom. Iftor qilganda o'zi bilgan mazmuni yaxshi duolarni qilsa bo'ladi. O'ziga, bola-chaqalariga, ota-onasiga, do'st-yaronlariga va barliq musulmonlarga duo qilsa yaxshi bo'ladi. Eng yaxshisi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va sahobalar qilgan tuvandagi mazmuni mo'l duolarni qilishdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq duo qilgan: "Zahaba az-zama'u va batallatil uruqu va thabatal ajru inshaalloh." Usuzluq tugab, tomirlar namlanib, ro'za tutganning ajri yozildi inshaalloh. Buning iftor qilib bo'lganda qilingan duolarga aniq. Hazrat Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma bolalarni to'plab mundaq duo qilgan: "Allohumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli shay'in an taghfir li." Ey Allah, sening hamma narsani qoplagan keng rahmating bilan mening gunohlarimdan mag'firat qilishingni so'rayman. Allohumma laka sumtu va ala rizqika aftartu. Ey Allah, sen uchun ro'za tutdim. Sening bergan rizqing bilan iftor qildim. Bu mursal hadis bo'lib, Abdul Qodir Arnaut Al-Azkar tahqiqida uni kuchlantiradigan boshqa rivoyatlar bor degan. Ammo suhurlikda muayyan bir duo yo'q. Xohlagancha duo qilsa bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvada Dr. Abdul Aziz rahmatullah.